Көк хенім қомыл көк мәшріпіде қолдың қолғы өткізілудіған символлық мәніге еге майсыдың ибарет. Қомыл ұйғырлары мәшрәпнің бәлгісі аятлықның символы болған көкні алайды түжіпіліп өстіріп таярлайды вә оны толымы бәк әтіварлайды. Оны тәріпләп көк хенім деп му атайды. Оны құдды сахиб жамал орнады көріді. Көк сөзінің келіп чықыш мәнбәсі, таки әждатlarımızның көк çoqunuş etiqadığı berip taqışıdı. Әждатlarımız көк сөзіні мұқаддәс тәңіріге timsal qılıb çoqunup kelgen. Мәшрәпнің көк рәң білән атылышымы bütün kainatның көкіріп, яшнышыға символ қылынған. Көк мәшрәпі tunji qar yaqqan vaqtdan başlanады. Bir qancha oila ko'k yetishtirishga mas'ul bo'ladigan bo'lib, ko'k mundaq yetishtiriladi. Ayollardan 7si o'zaro yig'ilib, yurt ichida 100 obro'yga ega er kishining yordamida qapoqning ichi o'yilib, ichiga paxta yeyitilib, ustiga bug'doy donchilari chechiladi va sug'uriladi. Qapoqqa terilgan buğday maysisi önüp çıqqanida көк xenimga aylanadi. Qomul Uyg'urlar arasida ko'k tergan vaqtda munu beyit o'qiladi. Ko'kla ko'kla ko'k xenim, bo'ying ko'kka taqashsin. Baxt sana yor bo'lsin, toju taxting hur bo'lsin. Maysi o'sib bir g'erish bo'lganda, qo'lim qo'shnilar to'planib көк xenimni yasashqa başlaydı. Dua o'qilgandan keyin bir tal savza maysının o'ttirg'i qadaladı. Oq tikanning tikiniga 9 tal quruq uzum sanjiladi. Baranga yumaloq shaklda kesilib, eng ustiga sanjiladi. Bular kun, oy va kun nuriga simbol qilingan. O'ng va so'l taraflarga oq va qizil ranglik qattiq qog'ozdan yasalgan xo'roz va mekiyallar sanjiladi. Bular g'alabaga va mo'l hosilga simbol qilingan. Ko'k xenimni yasab bo'lgandan keyin ko'k xenimning yuziga yog'liq yepib, yuz yopqu qilinadi va ko'k xenim ko'chiriladi. Tunji kuni o'tkazilgan ko'k mashrabda mashrab ma'lum bosqichga yetganda mashrab egisi ko'k xenimni ma'lum oilaga tutqanligini jakarlaydi. Hamda ko'k xenimni tutmoqchi bo'lgan oilaga tayyorlangan 9 g'erish erkak qo'shqar bilan 9 legandagi 9 xil meva chevini mashrab maydoniga elib kirdi. Oldi bilan ko'k xenimning yuzi ichilib, ko'k beyti aytiladi. Qishliqi undirdilar bir dona bug'doyni, sug'urg'ili er bamikin shu don bug'doyni. Sug'urg'ili er bo'lsikan shu dona bug'doyni, kecha kunduz yod qilurmiz ustun xudoni. Chilli zimistonda unar savza bizarning egili, yaxshilarning xislitida savza undi qishliqi. Qishliqi ungan chechakning tartibi nozuk turur, sug'urib gul chashkili kishi oshiq turur. Bu kishi beytlarni aytib ko'k xenimni 3-chi bir kishiga uzatadi. Ko'k xenimni topshirib olmoqchi bo'lgan tarafmi 9 tovoq quruq yemish tayyorlab, beyitga beyit bilan javob qaytaradi. Dal zimiston chillida shu maysini undirdilar. Maysini bizga tutib, dillani zab kuldirdilar. Qishliqi ungan chechakning tarifi nozuk turur, sug'urib gul chashqili olgan kishi oshiq turur. Dona bug'doy maysi bo'ldi, shaqlinib taraf-taraf, maysini qizg'a tuvab qutluduq ikki taraf. Andın intayin rozimanlik bilan ko'k xenimni topshirib oladi va so'rin ahlini ko'k xenimni belli ko'chirib berishga taklif qiladi. Ko'k xenim oldiga poyandoz selinib, xuddi qiz ko'chirgandek ko'chiriladi.
Мәшрәпчілер yol boyu qiz bilan yigitning ko'ngil rishtasini bog'laydigan naqshi beyitlarni aytib, usul o'ynaydi. Ishik oldiga kelganda e'tiborli ko'k xenim uchun ishik to'siladi. İki taraf ko'k xenim to'g'risida savol javobliq beyitlarni aytishadi. Her iki taraf aytilgan beyitlardan qanoat hosil qilgandan keyin ishik ochiladi. Uyga kirgandan keyin uy egisini muboraklash ma'nosida yana beyit aytiladi. Beyit aytish va qiziqchiliklar oxirlashganda duo tadbir o'qilib, ko'k xenim topshiriq beriladi. Ko'k mashrabi toki Navruz kunigacha davomlashadi. Tam çiçek, tam su çiçek, tamdan igiz, bamu çiçek. Körgili köküp çiçek, kötürgili eğir çiçek. Bu çiçekning tarifini mum bilan nam eyledik. Bu çiçekten o'zligara bizmi so'g'a yo'lladik. Gül çiçeklarga o'rab, ko'kni tutdim olsila, dunyoning kori nima, yiroqqina atsila. Igiz öylerini piskin bilen ahlısalar, kökni koyup öyleride cincitqine yatmasılar.